Ramazon oyida har bitta ro'zador qabul qilishi kerak bo'lgan vitamin va qo'shimchalar. Birinchisi bu ashvaganda. Ashvaganda ro'zador bo'lgan paytda holsizlanish, charchoqlar, ayniqsa uyqu rejimini to'g'irlashga va ochlik paytida kortizol gormoni, stress gormoni ko'tarilib ketadi va aynan shu gormonni normaga kelishiga juda ham samarali yordam beradi. Ashvagandani 2 kapsuladan bir mahal uxlashdan oldin ichiladi. Ikkinchisi bu vitamin C. Vitamin C kuchli antioksidant, immunitetni ko'taradi. Ayniqsa yangi ovqatlanish rejimiga o'tilgan paytda, ovqatlanish orasi ochuv bo'lganda, ochlik paytida vitamin C organizmni himoyalab beradi. Vitamin C ni bitta kapsuladan bir mahal iftorlikdan keyin ichiladi. Keyingisi bu echinatsiya. Endi ro'zani tutish paytida yangi ovqatlanish rejimiga, uyqu rejimiga o'tilganda bosh og'riq, bosh aylanishi, holsizlik, stress albatta kuzatiladi. Hattoki ko'ngil aynishi, qayt qilishlar va tana isib ketishi yoki muzlab ketishi, hattoki isma ko'tarilishi ham kuzatiladi. Va aynan mana shu moslashish, adaptatsiyani yengil o'tkazishingiz uchun ham bitta kapsuladan iftorlikdan keyin ichishingiz kerak. Bu aytib o'tgan vitamin va qo'shimchalarni Svenson brendidan topishingiz mumkin. Svenson brendidagi barcha vitaminlarni, qo'shimchalarni o'zim ham ichaman va sizga ham tavsiya qilaman. Bu videoni bo'lsa Ramazon oyida 30 kun davomida ro'za tutishni niyat qilgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.